Son sanoqsiz jahon chempioni surxondaryolik aziz mehmonimiz musobaqalar kurashining haqiqiy qiroli, Osiyoning qiroli Muhsin Husomidinovga bitta qarsak chalamiz. Marhamat. Jahonning 2 karra chempioni, olimpiada ishtirokchisi, Qashqadaryoning qiroli Sharol Jo'rayevga bitta qarsak chalamiz. Shu kunni turib o'ylagan, xuddi shunday dunyoda mamlakatimizning bayrog'ini ko'taradigan Muhammad Karimdek haqiqiy chempion bo'lsin, bitta qarsak chalamiz o'rtoqlar. To'y kurashlarining qiroli Osiyoda nima joyga borsa bosadi. O'zbekistonning yosh o'sib kelayotgan judo kurashi bo'yicha terma jamoasi a'zosi Islom Polvon Qashqadaryo. Surxondaryolik polvonlar vatani Olpamishlik yurtida G'arqo'latjon polvon o'tiringlar. Qashqadaryoning kelajagi chiroqchi farzandi Bektemir polvon